Assalomu alaykum. Sizda shunaqa bo'lganmi? Siz xodim olgansiz, lekin bir haftadan keyin hafsalangiz pir bo'lgan bu xodim. Yoki bir oydan keyin endi ish o'rgatganingizda bo'shab ketgan. Va aslida bu yerda eng ko'p qilinadigan xato aynan xodimni tanlashda bo'lgan xatolar haqida. Bugungi mavzuyimiz shunga bag'ishlangan va biza 90% rahbarlar xodimni tanlashdagi qiladigan xatolari haqida gaplashamiz. Men bu xatolarni 3 ta blokka bo'lganman va birinchi blokimiz bu qidirishdan oldin qiladigan asosiy xatolarimiz. Va aslida xodimni noto'g'ri olishimiz yoki tez bo'shab ketishi yoki kutgandek natija bermasligiga duch kelishimiz asosan aynan shu blok bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni biza qidirishdan oldin kimni qidirayotganimizni aniqlamaganimiz uchun. Aniqlamaganimiz uchun deganim bu xayolingizda kim kerakligi bo'lishi mumkin. Primerno. Menimcha bunaqa marketolog, menimcha bunaqa bo'lishi kerak yoki misol uchun katta kompaniya, siz уже operatsiyonkadan chiqib o'rningizga SEO qo'ymoqchisiz, bosh direktor qo'ymoqchisiz, balkim ijrochi direktor qo'ymoqchi bo'lgandirsiz. Tasavvuringizda kimligi bordir. Tasavvuringizda nima ish qilish kerakligi balkim bordir, lekin aniq, to'liq, lo'nda qilib qog'ozga tushirilgan varianti aniq yo'q bo'ladi. 90% holatda yo'q bo'ladi. Va sizni eng katta qiladigan xatoyingiz mana shu qadamda bo'ladi. Nima qilish kerak? Nimalarga ahamiyat berish kerak? Keling shu haqida gaplashamiz. Demak, birinchisi, siz xodim olishingizdan oldin lavozim profilini tayyorlashingiz kerak. Ya'ni sizni ideal nomzodingizni portreti qanaqa bo'ladi? Kim u inson? Jinsi, yoshi, ma'lumoti deganimda ham oliy, o'rta, emas. Oliy bo'ladigan bo'lsa xatlarni bitirgani ma'qulroq shu lavozimga. Ya'ni o'zi bizni olganimizda qiladigan xatoyimiz, rahbarlar sifatida qiladigan xatoyimiz, bizni rolga odam olmaymiz, lavozimga odam olmaymiz, просто insonni yollaymiz-da. Bu noto'g'ri. Chunki bizning biznesimizda aniq rol bor. Shuni bajaradigan odam kerak. Shuni bajarish uchun qanaqadir talablar bo'lishi kerak. Mana lavozim profilida shu narsalarni aniqlashtirishimiz kerak. Demak, kim, jinsi, ma'lumoti, tajribasi, konkret qanaqa tajribasi bo'lishi kerak? Qayerlarda ishlagan bo'lishi kerak? Qaysi vazifalarni bajargan bo'lishi kerak? Qaysi natijalarni qilgan bo'lishi kerak? Plus qanaqa bilimlari bo'lishi kerak? Nimalarni bilish kerak shu lavozimda muvaffaqiyatli ishlash uchun? Shu rolni siz uchun kompaniyada bajarib berishi uchun, siz kutganingizdek bajarish uchun qanaqa kasbiy bilimlari bo'lishi kerak? Shu narsalarni aniqlashtiramiz. Bundan tashqari, juda muhim bo'lgan narsa, o'zi hozir aytgan kasbiy bilimlarim hozirgi zamonda zamonaviy til bilan hard skills deyiladi, ya'ni qattiq ko'nikmalar, kasbga tegishli bo'lgan bilimlari. Ikkinchisi bu soft skillslar bo'ladi. Soft skillslar bu yumshoq ko'nikmalar deyiladi. Yumshoq ko'nikmalar bu bizning muloqotga bo'lgan bilim va tajribalarimiz. Muloqot bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni jamoada ishlashlik, networking, muzokaralarni hal qilish, nizolarni hal qilish, jamoani va xodimlarni boshqarish va shunga o'xshagan ko'nikmalarimiz va bilimlarimiz. Va bu narsa juda muhim bo'lishi. Albatta darajasi qaysi rolga va lavozimga inson qidirayotganingizga bog'liq. Yana bitta juda muhim bo'lgan narsa, lekin ko'pchilik ahamiyatsiz qoldiradigan narsa bu qadriyatlari. Ya'ni siz lavozim profilini shakllantirib olganingizda boshida umumiy qanaqadir ma'lumotlarni yozdingiz, plus kasbiy bilimlarni yozdingiz, plus soft skillslarni yozdingiz, ya'ni muloqot qilishga tegishli bo'lgan hamma bilimlari, chunki esingizda tursin, hozirgi zamon shunaqaki, ish bilganga 1 tanga, gap bilganga 1000 tanga deyshadi. Bizning networkingimiz, jamoa bilan ishlash qobiliyatimiz, bilimlarimiz, tajribamiz, insonlar bilan ishlashimiz, muzokaralarni hal qilishimiz bu ba'zi bir hollarda kasbiy bilimlardan ham yuqoriroq. Ayniqsa ba'zi bir lavozim va rollarda, liderli lavozimlarda, boshqaruvchanlik lavozimlarda, jamoaning ichida ketidan ergashtiradigan lavozimlarda o'ta muhim bo'lgan bilimlar bu va ko'nikmalar. Va keyingisi bu qadriyatlar. Agar inson, keyingi videolarimizda bu haqida yana batafsil gaplashamiz, lekin agar insonning qadriyatlari sizni jamoangizga va sizga to'g'ri kelmasa, yo u jamoangizni ichidan chiritadi, yoki u uzoq ishlamasdan ketib qoladi. Shuning uchun
rostdan ham kutayotganingizdek natija olishingiz uchun ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan muhim narsa bu nomzoddagi qadriyatlar va shu narsani ham qog'ozga tushirishimiz shart, albatta. Qog'ozga tushirishdan oldin albatta o'zingiz uchun aniqlab olishingiz kerak. Qanaqa qadriyatlar o'zi sizni jamoangizda va sizni biznesingizda. Umuman ko'pchilik o'ylamaydigan narsa bu shu inson shu rolga kelganidan keyin yaqin 3-6 oyda aniq nima natija qilish kerak. Mana bu ishlarni qilish kerak, mana bu vazifalarni bajarish kerak. Bu yetarli emas. Chunki sizni xayolingizda kelayotgan xodim, yollanayotgan xodim u qolmaydi. U ekstrasens emas. Sizni tasavvuringizdagi natijalar agar qog'ozga aniq raqamlarga asoslanib tushirilmagan bo'lsa, uni tasavvuridagi natijalar mutlaqo boshqacha bo'lishi mumkin. Va shu joyda sizni katta xatolaringizdan biri bo'ladi. Shuning uchun polniy talablarni tavsiflab berdingiz, nomzod kim bo'lishi haqida, plus undan kutayotgan natijalaringizni aniq yozishingiz kerak. Raqamlarda agar sifatli qanaqadir ko'rsatkichlar nimadirlarni amalga oshirish kerak bo'lsa, nimadir tizimlashtirish kerak bo'lsa, nimadir jarayonlarni yo'lga qo'yish kerak bo'lsa, mana shu narsalarni aniq yozishingiz kerak. Shu jarayonlarni kutilayotgan natijasi qanaqa? Sizni tasavvuringizdagi natijalar qanaqa? 3 oydan keyin, 6 oydan keyin, 9 oydan keyin. Mana eng oxirgi keslarimdan aytib beraman. Juda katta zavod, fabrika, juda ko'p xodim ishlaydi. Zavod 20 yildan oshiq ishlaydi, lekin shu paytgacha yetarli darajada tizimlashmagan. Ichki tuzilmalari yo'q, maqsadlari yo'q, rejalashtirish yo'q, top management yo'q va shu narsani hozir yo'lga qo'yib boryapmiz. Ya'ni tashkiliy tuzilmalar qilganmiz. Aniq qanaqa lavozimlar, qanaqa rollar bo'lish kerak kompaniyada, undan oldin maqsadlarni aniqladik. Shu maqsadlarga erishish uchun bizda qanaqa jamoa bo'lish kerak, bu jamoada qanaqa rollar bo'lish kerak, bu rollarga qanaqa talablar qo'yilishi kerak, hammasini yozganmiz. Va eng muhim rollardan biri bu albatta bosh direktor. Va bosh direktorga qo'yiladigan talablar yozilgan. Lekin ko'p biznes egalari qiladigan yana bitta xatolardan biri bu aniq rekruting emas, lekin umuman olganda o'ylaydiki, men operatsiyonkadan chiqgim kelyapti, bo'ldi, charchab ketdim biznesdan. Hozir bitta yaxshi zo'r rahbar topib olaman, o'shanga topshiraman, chiqib ketaman deydi. Topshiraman, chiqib ketaman, o'rtoqlar tez bo'ladigan narsa emas, chunki siz yillar davomida shu biznesni ko'targansiz. Yillar davomida tajriba orttirgansiz, ko'nikma orttirgansiz va faqat siz bilasiz, bu narsa qanaqa amalga oshirish kerak. Hozirgi muvaffaqiyatli tajribangizni ushlab qolish uchun, kamida ushlab qolish uchun, ko'pida buni yana kengaytirib o'stirish uchun, to'g'rimi? Bunaqa vaziyatda bir oy ichida biznes topshirilib keta olmaydi. O'shaning uchun ham sizda aniq lavozim profili bo'lishi kerak, kim bu inson, plus bu insonga qanaqa topshirishingiz kerak ishlarni. Ya'ni o'sha 3, 6, 9 oyda konkret nima natijalar qilish kerak va rolda misol uchun 15 ta vazifa bo'ladigan bo'lsa, shu paytgacha siz bajargan bo'lsangiz, shu 3, 6, 9 oy davomida qaysi rollarni bosqichma-bosqich siz unga topshirasiz va topshirganingizda u qaysi natijaga erishish kerak. Shu natijaga erishsagina siz keyingi bosqichga o'tish kerakligi haqida bilasiz, bila olasiz. Va bila olishingiz uchun bu narsani albatta qog'ozga tushirishingiz shart. Yana bitta xatoyimiz menga yaxshi ishlasa bo'ldi. Suhbatdan o'tdi, mana zo'r gapirib beryapti oldagi tajribasini. Bo'ldi, menga zo'r ishlab bersin, zo'r ishlab bersin, yaxshi ishlab bersin. Hammani me'yori har xil. O'shaning uchun shuni ham qog'ozga tushirishingiz shart. Demak, birinchisi lavozim portreti konkret yoziladi. Bu yerda yoziladigan yana bitta muhim bo'lgan narsa bu to'lov tizimi. Ya'ni siz o'sha voqea insoningizga pulni qanaqa to'laysiz? Fiksmi, KPImi, bonuslarmi, choraklik bonuslarmi, oylikmi, yillikmi? Bu ham lavozimga bog'liq juda ham. Va oldindan bilishingiz kerak. Men oyligini menimcha beraman. KPI ma'mu mezonlarga bog'langan bo'ladi. Bonusini ma'mu davriylikda oladi va agar ma'mu natijalarni bajarsagina deysiz. Bu narsalarni aniqlash uchun albatta bozorga tayangan holda qilishingiz kerak. Chunki bozordagi o'rtacha oyliklarning miqdori bor va o'shandan kelib chiqishingiz kerak. Sizda oyligingiz past bo'ladigan bo'lsa, albatta to'g'ri keladigan, sifatli, zo'r nomzod topishingiz, uni o'zingizni kompaniyangizga jalb qilishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun bozorni o'rganish
tavsiya etiladi va aynan bozordagi o'rtacha holatdan kelib chiqqan holda siz to'lov tizimingizni aniqlashingiz kerak. Nimaga o'ta muhim bu narsa? Chunki sizga nomzod suhbatga kelganida va hammasi sizni qoniqtirganida oyliklarni muhokama qilishga o'tganingizda bu joyda siz dovdirab qolishingiz kerak emas. Siz qancha oylik so'rayapsiz deb ham hatto miyangizda aniq tizim bo'lishi kerak. Mani planim mana bunaqa, mani oylikni mana bunaqa to'layman, KPI mana bunaqa to'layman, bonusni mana bunaqa to'layman. Va aynan KPI va bonus mana bunaqa to'layman deb o'ylaganingizda sizni boshingizda mezonlar turishi kerak. Mezonlarga asoslangan holda savollar berilishi kerak. O'zi shu nomzod shu narsalarni bajarishga qodirmi? Qobiliyati, bilimi, tajribasi, kompetensiyalari yetadimi? Yo'qmi? Va shunga asoslanib savollarni berganingizda siz tushunasiz. Aytgan ma'lumotlariga ko'ra, tajribasiga ko'ra, ha, qobiliyati yetadi. Va men senga shunga asosan mana bunaqa oylik to'layapman, mana bunaqa KPI to'layapman, mana bunaqa bonus to'layman va sizda ma'lumot aniq bo'lgandan keyin siz savdolasha olasiz. Lekin prosta nomzoddan sen qancha so'rayapsan? 5 million so'rayman, ke 4 milliondan boshlaylik deb yo'q joydan savdolashish bu noto'g'ri. Chunki bu ertangi kunda xodim ketib qolishiga olib kelishi mumkin. Yoki siz kutgan natijani olmasligingizga ham olib kelishi mumkin. O'shaning uchun to'lov tizimi ham aniq bo'lishi kerak qidirishdan oldin. Yana bitta qilinadigan xato bizni tahlil qilmasligimiz. Agar bu yangi lavozim bo'lmasa, bu lavozimda kimlardir shu paytgacha ishlab ketgan bo'lsa va oldingi nomzodlar ketib qolgan bo'lsa, biza bu vaziyatni tahlil qilishimiz shart. Nimaga ketib qoldi? Biza ketib qoldimi? Bo'ldi, ahmoq ishini eplolmadi, shuncha ketib qoldi deymiz. Tahlil qilishga vaqt ketkazmaymiz, prosta yangi xodimni topamiz. Bu nimaga olib keladi? Yana xatolarimiz qaytarilishiga. Nega? Chunki u nomzod nimaga ketgan bo'lishi mumkin? Har xil vaziyatlar bo'ladi, to'g'rimi? Haligi aytganimdek, ожидание и реальность degan narsa bor. Sizni kutuvlaringiz va reallik. Sizni kutuvlaringizda natijalar oho, qanaqa edi? Sizni tasavvuringizda maqsadlar bor edi, o'zgartirish kerak bo'lgan narsalar bor edi. Siz unga so'zda aytib bergansiz, gaplarda aytib bergansiz, qog'ozga tushirmagansiz. U qanaqa tushungan bo'lsa, shunaqa tushungan va qanaqa tushungan bo'lsa, shunaqa qilgan. Va sizni kutilmalaringiz bilan rezultat, ya'ni natija umuman har xil bo'lgan. O'shaning uchun ham ketib qolgan. Agar siz hozir shu narsalarni aniqlamagan bo'lsangiz, sizni xatoyingiz aynan shu yerda bo'lgan bo'lsa, yana shu xato qaytadan takrorlanadi. Sizni biznesingiz bir necha karra yo'qotishlarga duch keladi. Bir necha karra deganimda ham aniq statistika bor. Tadqiqotlarga ko'ra, noto'g'ri yollangan xodim kompaniyaga o'zini yillik daromadini 5 karradan 27 barobarigacha biznesga zarar olib kelishi mumkin ekan. Siz bitta ko'paytirib ko'ring shu raqamlarni. Bu men adaptatsiya degani xodimni moslashtirishdagi zararlar, biznesingizga kelishi mumkin bo'lgan zararlar, ya'ni mijozlar oqimi, mijozlarni bazasini o'zi bilan olib ketib qolgan yoki jarayonlar to'xtab qolgan, sotuvlar to'xtab qolgan, bu undan ham ko'p zarar olib kelishi mumkin. Mana shu narsalar bo'lmasligi uchun siz oldingi xodim nimaga ketib qolgan? Nima vaziyatga duch keldiki, nima xatolar bo'ldiki, shu holat bo'ldi. Va nimani biza bu safar yaxshiroq qila olamiz, nimani to'g'rilay olamiz? Shu haqida o'ylab, tahlil qilib, birinchi choralarni ko'rib, keyingi nomzodni qidirishingiz shart. Bu qidirishingizdan, ya'ni suhbatlashishingizdan oldin qidirishni boshlayotganingizda qiladigan xatolar va yechimlar haqida. Ya'ni lavozim profili, aniq natijalar, aniq to'lov tizimi, plus oldingi xodimlarni ketganlik sabablarini tahlili va yechimlari qilinishi kerak. Xo'p, endi biza keyingi bosqichga, okey, lavozim profilini belgiladik. Shu asosda e'lonlar yaratdik. Shu asosda rezyumelarni ko'rib chiqdik, saraladik va bizani suhbatimiz davri keldi. Endi nomzod bilan gaplashishimiz kerak, suhbatlashishimiz kerak va aynan suhbatlashishda eng katta qilinadigan xatolar haqida gapiraman hozir. Bu biza suhbatlashayotganimizda kayfiyatimizga, his-tuyg'ularimizga, hozirgi kayfiyatimizga, holatimizga tayangan holda savollarni berish. Hozir asabiylashib turibman. Nomzod ham kelgan, suhbatga vaqt belgilangan. Lekin u bilan 1 soat gaplashib o'tirishga toqatim yo'q. O'z haqingizda aytib bering deyman-da, shu bilan xayrlashib qo'ya qolaman. Vaqt ketkazildimi? Ha. Balkim juda ham zo'r nomzod bo'lgandir, salohiyati zo'rdir. Siz shu vaziyatda his-tuyg'ularingizga asoslangan holda savollar berib,
shunaqa zo'r nomzodni yo'qotishingiz mumkin. O'shaning uchun savollar, his-tuyg'ularga o'z haqqingizda aytib bering, yana nimalar qilgansiz, bizga kelsangiz nimalar qilgan bo'lardingiz degan umumiy savollar berilmaydi. Bu yerda yana bitta juda katta xavf, bugun sizni kayfiyatingiz bunaqa, xayolingizda mana bunaqa savollar bor, ertaga nomzod keladi, xuddi shu rolga va lavozimga. Sizni kayfiyatingiz mutlaqo boshqacha va xayolingizga umuman boshqacha savollar kelyapti va keyin natijada sizda 3 ta 4 ta nomzod kelgan. Siz ularni solishtirishingiz kerak, lekin har safar har xil savollar berganingiz uchun, har xil ma'lumotlar olingani uchun ularni taqqoslab tahlil qilish o'ta qiyin. Va yana siz his-tuyg'ularga asoslangan holda manimcha anu nomzod yaxshi edi, savollarimga bunaqa javob beruvdi. To'xtab tur, mana bu ham lekin yomon javob bermovdi deb o'tirasiz o'ylab. Vaholanki vaziyat bunaqa bo'lishi kerak emas. Nima qilishimiz kerak? Biza oldindan mana lavozim profilini shakllantirdik, to'g'rimi? Lavozim profilini shakllantirganimizdan keyin u yerda aniq talablar bor. Aynan shu talablarni aniqlashimiz uchun savol tuzishimiz kerak. Va aynan shu savollarni nomzodga berishimiz kerak. O'shanda bila olamiz. Mana shu ideal portretga odam to'g'ri kelyaptimi? Bilimlari, kasbiy tajribasi, shaxsiy sifatlari, qadriyatlari mos kelyaptimi, yo'q. O'shaning uchun birinchi navbatda sizni qo'lingizda aniq ssenariy bo'lishi kerak. Va har safar sizga nomzod kelganda bir xil ssenariy asosida u bilan suhbatlashishingiz kerak. Kompetensiyalarga asoslangan intervyu deyiladi. Ya'ni kompetensiyalar ro'yxati bor. Shularni aniqlash uchun savollaringiz bor va shu savollarni beryapsiz. Plus yana juda ham zo'r uslub bor va bu uslubni har bitta nomzod bilan ishlatishingiz kerak. Deyarli hamma rol va lavozimlarga to'g'ri keladi. Star uslubi deyiladi. Star uslubi bu 4 ta birinchi harfdan olingan. S situation, T tasks, A activities va R bu result. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsam, bu vaziyat, topshiriq, harakat va natija. 4 ta narsa haqida gapirish kerak nomzod. U keldi любой lavozimga, любой rolga, mana shu rolda maksimal darajada oldingi ishxonalaringizda ishlagan joyingizda maksimal darajada sizni kompetensiyalaringiz, bilimlaringizni, tajribalaringizni talab qilgan holat haqida, vaziyat haqida aytib beringiz. U vaziyat aytib berish kerak. Shu vaziyatda oldingizda turgan maqsad va vazifalar konkret nimadan iborat? Misol uchun vaziyat aytish mumkin. Men yangi kompaniyaga kelgandim. U kompaniya biznes egasi edi. Biznes egasi menimcha yildan beri uni boshqarib olgan edi. O'rniga operasionkadan chiqish uchun rahbar qo'yish kerak edi va meni oldi. Meni oldimda ma'mu vazifalar va maqsadlar turgan. Misol uchun, yarim yil ichida ishlab chiqarishni to'liq avtomatlashtirish yoki kompaniyada to'liq komandani shakllantirish yoki sof foydani 2x qilish, bilmayman, raqamlarda konkret nima maqsad turgan shu vaziyatda oldingizda. Shu haqida gapirish kerak. Uchinchisi, okey, shu vaziyatda shu maqsadlarga va shu vazifalarni bajarish uchun harakatlaringiz qadamma-qadam nimadan iborat edi? Nima choralar ko'rdingiz? Nima qildingiz? Shu haqida aytib bering deyishingiz kerak. Hammasi mantiqan bir-biri bilan bog'liq. Men hozir javoblarni qanaqa tahlil qilishni ham aytib ketaman. Va oxirida nima natijaga erishdingiz? Shu 4 ta narsa haqida aytib berish kerak. Почти любой lavozimga to'g'ri keladi. Faqat eshitishingiz kerak bo'lgan narsa, bu inson qanaqa gapirib beryapti? Biza jamoamiz qiluvdik, misol uchun, yoki men qildim. Meni rolim mana bundan iborat edi. Meni harakatlarim mana bulardan iborat edi. Natija konkret raqam, fakt, foizlarda, summalarda gapirish kerak. Ya'ni agar jarayonlar haqida, umumiy gaplar bo'lsa, umumiy jamoalar haqida, ya'ni o'zini konkret hissasi, roli haqida gapirmayotgan bo'lsa, siz yanada chuqurlashtiradigan savol berishingiz kerak. To'xtab turing, mana bu vaziyatda konkret sizni rolingiz nimadan iborat edi? Aynan siz nima chora ko'rdingiz? Nima tahlil qildingiz? O'z uchun nima xulosa qildingiz deb so'rashingiz kerak. Harakatlarni ham aytib berayotganda, u qadamma-qadam o'sha gap gapiryaptim, chuqurlashaverasiz. Yana o'sha gap gapiryaptim, yana chuqurlashaverasiz. Ya'ni aniqlashtiruvchi savollar berishingiz kerak. Mana ssenariy qilganingizdan keyin, ya'ni mana bunaqa bilimi bo'lishi kerak. Shu narsani aniqlash uchun mana bunaqa savol beryapman va 5 ballli shkaladan baholayapman. Ya'ni maksimum zo'r javob bergan bo'lsa 5 qo'yasiz, yomon javob bergan bo'lsa 1 qo'yasiz.
va har bitta nomzodda shunaqa varaqangiz bo'lishi kerak. Ya'ni baholash varog'i bo'lishi kerak. O'shanda siz baholab ketishingiz kerak. O'shandagina siz bir-biri bilan nomzodlarni taqqoslay olasiz. Yana uni ustiga izohlar qo'yib ketgan bo'lsangiz, izohlarda qanaqadir nomzodni o'ta kuchli tomonlari, juda qiziq loyiha, o'ta zo'r natijalar haqida gapirilgan bo'lsa, izohlarda yozib ketishingiz mumkin. Yoki qanaqadir aniqlashtiruvchi oldingi ishlagan kompaniyalarga telefon qilib bilish kerak bo'lgan ma'lumotlar bo'lsa ham, izohda yozib ketsangiz, keyin esingizdan chiqmaydi va bu narsa to'g'ri, adolatli, obyektiv, adekvat qaror qabul qilish uchun juda ham yordam berishi mumkin. Yana bitta masala, men boshida aytdim, lavozim profilida обязательно qadriyatlarni tekshirish kerak, yozish kerak. Nima qadriyatlarga mos bo'lish kerak, qadriyatlari qanaqa bo'lishi kerak u inson, shu rolga olayotgan insoningizni, sizni jamoangizda ishlaydigan insonning qadriyatlari. Va обязательно suhbatda kasbiy bilimlari, shaxsiy sifatlardan tashqari qadriyatlarga mos bo'lgan savollar bo'lishi kerak. Mana misol uchun, agar kompaniyada yengilliklarga ochiqlik, o'z ustida ishlash, rivojlanish degan bo'lsa, oxirgi marta nimalar o'rgandingiz, uni ishda qanaqa tatbiq qildingiz, qanaqa natijalar ko'rdingiz, qanaqa kitob o'qidingiz yoki qanaqa kursda o'qidingiz, undan nima xulosa qildingiz, uni qanaqa tatbiq qila oldingiz. Ya'ni prosta oxirgi o'qigan kitobingiz nima edi deb qo'yish yetarli emas. Uni nimalar to'qib tashlamaydi. Qanaqadir aqlli kitoblarning nomlarini yodlab oladi, sizga aytib beradi. Shuning uchun siz aniq bu kitobda eng asosiy mohiyati nimadan iborat ekan, siz uchun nima xulosa oldingiz va ishda eng muhimi. Chunki prosta aqllichilik qilish bu boshqa narsa, lekin shu bilimlarni ishda tatbiq qila olish bu ham qobiliyat o'rtoqlar. Shuning uchun ishda qanaqa tatbiq qildingiz va undan nima natija oldingiz va keyinchalik yana nimalarni rejalashtirib olsiz, qaysi tomonlaringiz ustida ishlashni rejalashtirib olsiz, nimalarga erishmoqchisiz va bu narsaga erishish uchun qaysi bilimlaringizni kuchaytirish kerak deb o'ylaysiz degan narsalarni so'rashingiz kerak обязательно. Misol uchun halollik degan narsalar bor. Agar biznesingizda shunaqa holat bo'lsaki, siz oldingizda qanaqadir maqsad qo'yilgan, lekin ko'ryapsiz jarayon shu maqsadga olib kelmayapti. Shu narsa haqida vaqtida rahbarga aytish kerak, oldindan ogohlantirish kerak. Lekin bilasiz, ogohlantirsangiz juda qattiq gap eshitishingiz mumkin yoki ishdan bo'shatib yuborishligi mumkin. Nima qilgan bo'lardingiz? Misol uchun. Bu mas'uliyatlilik, rostgo'ylik, halollik, ya'ni odam даже ko'rayotgan xavflarni fonida shu narsaga ochiq borib gapira oladimi, mardmi, yo'qmi? Shu narsalarni aniqlashingiz kerak. Yoki o'g'irlik haqida bildingiz, lekin o'g'irlik qilgan inson yaqin insoningiz edi. Dugoningiz, o'rtog'ingiz, yana kimdiringiz, ming yillik ulfatingiz, birga ishlaysizlar, nima qilgan bo'lardingiz? Ishoning, bu savolga mamlaqa-ku javob deyishingiz mumkin-da. Lekin men tajribamda bitta savolga 20 ta variant javob olganman. Hammasi vроде to'g'ri. Misol uchun kimdir aytadiki, men u tanbeh bergan bo'lardim, o'tkazib gaplashgan bo'lardim, to'g'ri yo'lga undagan bo'lardim deydi. Noto'g'rimi? Vроде noto'g'ri emas, to'g'rimi? Sizga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin misol uchun menga to'g'ri kelgan bo'lmasdi, chunki menga to'g'ri keladigan javob rahbariyatga borib aytgan bo'lardim bu vaziyatda derdi. Tushunasizmi? O'shaning uchun bizning hammamizda qadriyatimiz, qadriyat haqidagi tasavvurimiz va bunga talablarimiz har xil. Qanchalik ko'p savol bersangiz, shuni aniqlashtiruvchi, namoyon etuvchi, shunchalik siz uchun osonroq bo'ladi keyin bu inson bilan ishlash. Chunki sizlar bir xil qadriyatli, bir xil realligilar bir xil bo'lgan insonlar bo'lasizlar. Aynan shunaqa insonlardan kuchli va sodiq jamoa qurish mumkin. Kuchli va sodiq jamoa qurish mumkinligi haqida yana meni kursimda gaplashamiz. Shu videoda havolasi ketadi. Обязательно qiziq bo'lsa, raqaminglarni qoldirsanglar, sotuv manejerlari aloqaga chiqadi. Xo'p, davom etamiz. Yana bitta aynan nimagadir O'zbekistonda men duch keladigan muomaladan biri, bu suhbatda 80% rahbar gapiradi, o'rtoqlar, 80%. Ya'ni kompaniyamiz mamnuqa mamda ochilgan, endi bilaman rahbarlar uchun u xuddi biznesi uni loyihasi-ku, bolajon-ku, u haqida maqtanib berish yaxshi ko'rishadi ko'pchilik. Yoki kimdir shu kompaniyani sotgisi keladi. Menga kelgan zo'r kompaniyam degan ma'noda. Lekin o'rtoqlar, suhbatda norma bor. 70 ga 30. Yoki 30 ga 70 desa bo'ladi. Ya'ni siz 30% vaqt gapirishingiz kerak. Nomzod 70%. Eng asosiy suhbatda gapiradigan inson bu nomzod. Va sizni eng asosiy qiladigan ishingiz eshitish, eshita olish
va gapirayotgan gaplarni tahlil qilish. Agar siz 80% vaqtni o'zingizga tortgan bo'lsangiz va siz gapirgan bo'lsangiz, tahlil qiladigan ma'lumot yo'q sizda. Ikki og'iz u gapirgan bo'ladi, faqat bo'ldi. Shuning uchun har doim shu narsaga e'tibor bering. Siz 30% gapirasiz, nomzod 70%. Bu yerda yana bitta qilinadigan xato bor. O'rtoqlar, juda ko'p. Ba'zi bir holatlarda agar siz shu suhbatga oldindan men o'rgatgandagi tayyor bo'lmasangiz, odatda kompetent, liderligi bor bo'lgan nomzodlar bu suhbatni o'zi boshqarishni boshlaydi. Ya'ni siz savol berayotgan bo'lmaysiz, u sizga savol berayotgan bo'ladi. U bu suhbatni boshqarayotgan bo'ladi, tushunasizmi? Bu narsaga yo'l qo'yish kerak emas. Chunki siz maksimal darajada vaqtdan unumli foydalanishingiz kerak va o'zingiz uchun eng kerakli bo'lgan ma'lumotlarni nomzoddan chiqarib olishingiz kerak. Faqat u sizga savol berib o'tirgan bo'lsa, demak sizni vaqtingiz yo'q bu savollarni berib, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni chiqarib olishingizga. Keyin ko'pchilik rahbarlar aytadi, "Biz aqlli nomzod ekan-a, zo'r savollar berdi. Yaxshi ishlasa kerak" deb noto'g'ri xulosaga boradi. Yo'q, bu umuman noto'g'ri xulosa. Siz maksimal darajada oldindan tayyorlanib, to'g'ri savollar berib, undan kerakli bo'lgan ma'lumotni chiqarib olishingiz shart. Plus yana bitta qilinadigan xato motivatsiyasi tekshirilmaydi xodim. Ya'ni nimaga o'zi sizga kelish kerak? Nima u shu lavozimdan nima kutyapti? Keyinchalik hayotiga maqsadlar nima? Nimaga o'zi pul kerak unga? Yoki umuman olganda hozirgi holatida, hozirgi vaziyatida u uchun nima muhim? Misol uchun ko'p qiladigan rahbarlarning yana bitta xatosi hamma xodimlarga pul kerak deb o'ylaydi. Vaholanki statistika bo'yicha xodim uchun motivatsiyani 30% gina pul. Qolgan 70% nomoddiy motivatsiya hisoblanadi. Lekin kompaniyalarni aksariyatida 70% umuman bu tizim yo'q. Nomoddiy motivatsiya tizimi yo'q, faqat pul bor. Pul bilan cheksiz xodim ushlab bo'lmaydi. Shuning uchun siz olishdan oldin tushunib olishingiz kerak. Uni motivatsiyasi sizga to'g'ri kelyaptimi, yo'q. Bu yerda mana eng ko'p uchraydigan misol bor, sotuv menejerlari misol uchun. Mana sotuv menejerlari bu alohida bir xalqda va ularning motivatsiyasi tubdan boshqa jamoadan farqlanishi mumkin va kerak. Nimaga? Chunki sizni daromadingizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi xodimlar va ularning motivatsiyasi rostdan ham уже 30% emas, ancha yuqoriroq darajada pulga bog'liq bo'lishi kerak. Bu pul kerak, juda ham kerak bo'lishi kerak. Har xil holatlar bo'ladi. Ipoteka, qarzdorlik, kimgadir nimadir isbotlash, har doim bir umr juda qiyinchilikda yashagan, bu qiyinchilikdan chiqib ketish, har xil holatlar. Va siz qanchalik zo'r, chuqurroq bila olsangiz xodim motivatsiyasini, shunchalik birinchidan to'g'ri qaror qabul qila olasiz, bu inson bu lavozimga va rolga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Va ikkinchidan uni olib bo'lganingizdan keyin ertaga uni to'g'ri qanaqa motivatsiya qilishni bilasiz. Уже oldindan strategiyangiz bo'ladi. Shuning uchun обязательно nomzodni qanaqa qilib motivatsiyasini tekshirishni bilishingiz kerak. Suhbatlarni o'tkazdik. Xo'p, endi qanaqa xatolar qilinishi mumkin? Shu haqida gapiramiz. Birinchisi, demak, men hozir aytib o'tganimdek, his-tuyg'ularga asoslanib qaror qabul qilish. Bu eng katta xato. Shuning uchun balla bor. Ikkinchisi, o'xshashlik effekti degan narsa bor. Ayniqsa rahbarlarda ko'p duch keladi. Bu narsa nimaga? Chunki rahbar o'zi tadbirkor, ko'pincha tadbirli inson. Ya'ni u strateg, masshtab haqida o'ylaydigan, umuman mutlaqo boshqacha fikrlaydigan, tepadan ko'ra biladigan inson bo'ladi ko'pincha. Va unga misol uchun operatsiyonkadan chiqish kerakligida xodim kerak bo'lsa, mutlaqo teskari inson kerak-da u. Tushunasizmi? Aynan shu jarayonlarni boshqaradigan, jarayonlarni yo'lga qo'yadigan, tizimlashtirish yaxshi ko'radigan, mana tadbirkor, ijodiy inson deydigan bo'lsak, bu inson tizimchi bo'lish kerak-da. Ijrochi, zo'r, mas'uliyatli ijrochi bo'lish kerak boshqarish uchun. Liderlik sifatlari обязательно bo'lish kerak. Lekin mana bu ijodkor bo'lish kerak emas-da. Rahbarlar даже bo'lim boshliqlari haqida gapirsa ekan, bu обязательно biznes egalari emas, o'zingizga to'g'rilab olasiz, lekin o'ziga o'xshagan, shunaqa fikrlaydigan, ijodkor, uzoqlarni gapiradigan, 7 qavatlarni gapiradigan insonni uchratib qolsa, menga o'xsharkan deydi-da. Mana shu eng katta xato bo'ladi, uni ishga oladi. Sizga o'xshagan inson kerak emas edi u holatda. Sizga tizimchi, tartibli o'ylaydigan, jarayonlarni yo'lga qo'yadigan inson kerak edi, tushunasizmi? Shuning uchun shu yerda katta xatoga yo'l qo'ymang. Ikkinchisi halo effekti bor.
halo effekti bu bitta kuchli javob berganda qolgan hammasini survorgan bo'ladi-da. Yopib ketgan bo'ladi. Qolganda makillab qolgani, dovdiragani, savolingizga javob berolmagani, ko'zga ko'rinmaydi. Bitta zo'r javob bergan bo'ladi. Shu javob esingizda qolgan bo'ladi. Baholash varaqangiz bo'lmasa. Va shu asosda siz man bitta zo'r javob beruvda точно mana shuni olish kerak deysizda, yana xato qilasiz. Oxirgisi ko'p man ko'rgan xatolarimdan biri bu hozir nomzodlar juda aqlli. To'g'ri tushunishingiz uchun. Hozir zamon shunaqaki, juda ko'p rahbarlar va kompaniyalar rezyumega qarab baho berishdan уже yiroq. Nimaga? Chunki rezyumeni sun'iy intellekt orqali sekund qilib qo'ysa bo'ladi. Dahshat rezyume yozib beradiki, просто sevib qolasiz nomzodni. Shuning uchun biza rezyumega yondashmaymiz birinchidan, ya'ni asoslanmaymiz va ikkinchisi nomzodni men aytaman tahlil qilish kerak javoblarini deb. Shunaqa nomzodlar borki, dahshat lama osib ketadi qulog'ingizga. Shunaqa gap aylantiradi, shunaqa gaplarni chiroyli gapiradi, shunaqa terminlarni zo'r ishlatadiki, dahshat zo'r ekan deysiz. Lekin chuqurlashishni boshlasangiz, natijalar haqida, konkret qadamlar, starda o'rgatdim, konkret qadamlar haqida, raqamlar haqida so'rashni boshlasangiz, u dovdirashni boshlaydi. Shuning uchun o'tirib olib, mahliyo bo'lib, mana aqlli gaplarni eshitib o'tirish kerak emas. Aniqlashtiruvchi konkret savollar berish kerak. Ana o'shanda siz mana universal mutaxassisga duch kelmaysiz. Universal mutaxassislar u yo'ni marketing zo'r biladi, sotuvni biladi, misol uchun, HR biladi, boshqaruvdan xabari bor. Hamma yoqdan ozgina biladi, lekin sizga hozir misol uchun rob kerakdir. Sotuv jarayonini chuqur biladigan, natija qiladigan inson kerakdir. U sizga hamma yoqdan, u yoqdan chiroyli gapirib berdi. O'shundan bu narsani eplaydi deb o'ylaysiz. Yo'q, siz sotuv bo'limi boshlig'i kerakmi? Aynan o'shatdagi jarayonlarni, natijalarni, instrumentlarni, qilgan ishlarini, ko'rsatgan natijalari haqida gaplashishingiz kerak. Shuning uchun bu xatoga duch kelmang. Keyingisi, keyin bu yerda yana o'zbekchiligimizga tortamiz. Yana bitta xato bor, kattalarning gapiga tortib ketish. Ya'ni misol uchun suhbatlashgan ichida yoshi kattaroq, tajribaliroq inson bo'ladigan bo'lsa, hamma o'shani gapiga eshitib o'tiradi. Unaqa ham bo'lmaydi. Hammani bali taqqoslanishi kerak va o'rtachasi chiqarilishi kerak. Oxirgisi, bu 10-yechim gapirmoqchi bo'lganim, bu qaror kechikishi o'rtoqlar. Hozir nomzodlar kompaniya uchun kurashayotgani yo'q. Hozir kompaniyalar nomzodlar uchun kurashyapti. Va agar siz o'ylashingizga haftalab vaqt ketkazayotgan bo'lsangiz, siz zo'r nomzodlarni shundoq qo'lingiz bilan raqobatchilaringizga berib yuborayotgan bo'lasiz. O'shaning uchun qarorlar o'ta tez qabul qilinishi kerak. Maksimum o'rtacha 1 hafta vaqt ketishi kerak. Birinchi suhbatdan oxirgi suhbat bo'lib, unga taklif yuborilgunga qadar. Haftalab to'xta, hozir vaqtim yo'q, keyin o'ylab qo'yaman, keyin aytaman senga javobini deb aytishingiz, cho'zib yurishingiz bu juda noto'g'ri. Chunki u juda osonligicha, agar zo'r mutaxassis bo'lsa, zo'r bilimlari, tajribalari bor bo'lsa, bemalol boshqa kompaniyaga ishga kirib ketishi mumkin. Va aynan vaqt nuqtai nazaridan siz juda tez qarorlar qabul qiladigan bo'lsangiz va aytganimdek tizimni yo'lga qo'ygan bo'lsangiz, tartibni, ana o'shandagina eng zo'rlar sizda ishlaydi. O'shandagina vaqtida eng kuchlilarni o'zingizda ushlab qolgan bo'la olasiz. Va bu sizni yana bitta kuchli biznesingiz tomonlaridan biri bo'ladi. Demak, yana bir marta birlashtiraman. Birinchisi, kim kerakligi aniq qog'ozga tushirilgan bo'lishi kerak. Xayolingizda emas. Ikkinchisi, intervyu o'tkazayotganingizda konkret ssenariy, konkret savollar va suhbatni boshlovchi, ya'ni boshqaruvchi inson siz bo'lishingiz kerak. Va uchinchisi, albatta bu qaror to'g'ri, xolis qaror qabul qilish. Ya'ni kimnidir bitta odamni xayoliga va fikrlariga tayangan holda emas, jamoani fikrlariga, agar shu insonlar suhbat o'tkazgan bo'lsa, jamoani fikrlariga tayangan holda qaror qabul qilishingiz lozim va bu qaror albatta haligi barodagi ballarga va konkret natijalarga tayangan holda bo'lishi kerak. Yana o'shandagina siz eng katta xatoga duch kelmaysiz va zo'r xodimni ola olasiz. Xo'p, ana endi izohda yozing. Qaysi xatolarni siz o'zingizda ko'rdingiz? Men keyin ularni o'qib chiqaman. Yana qo'shimcha qanaqadir videolar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, yana qo'shimcha videolar olamiz.
Keyingi videolarda ko'rishguncha. Agar kompaniyangizda yana nimalarni tizimlashtirish va kompaniya samaradorligini qanaqa qilib oshirish mumkinligi haqida bilmoqchi bo'lsangiz, tez kunda bizda 3 kunlik intensiv tashkil etilmoqda va ushbu intensivda biza birinchisi tizimlashtirishdan oldin o'z kompaniyani qanaqa qilib audit qilish kerak, audit qanaqa bosqichlari bor, shu haqida gaplashamiz. Ikkinchisi, kuchli jamoa qurishi bosqichlari, ya'ni madaniyat, qadriyatlar, mana bu videoda gaplashgan narsalarimiz ham bo'ladi. Qanaqa kuchli va sodiq jamoani shakllantirish kerakligi haqida gaplashamiz va uchinchisi, hozir juda raqobatbardosh zamon va shu zamonda qanaqa qilib omon qolishi amaliy yechimlari haqida muloqot qilamiz. Unda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, pastda havola berganmiz, bosing, undan ro'yxatdan o'ting va inshaalloh intensivda ko'rishamiz.